Mani gaplarim, mani fikrlarim avvalambor mani 53 minglik auditoriyamga va o'ylab, tahlil qilishga aqli yetadigan adekvatlarga, siyosatga aqli yetmaydiganlar ko'rmay o'tkazib yuboringlar. Janoblar, bugungi kunda yer sayyoramiz 20-asr 60-yillardagi Karib krizisidan beri ilk bor yadro qurol ishlatish xavf ostida turibdi. Ukraina prezidenti Zelenskiy Rossiyada 40 kunlik harbiy bosim operatsiyasini o'tkazishni e'lon qildi. Ko'zlangan maqsad Ukraina o'zini usloviyasida Rossiyani urushni tugatishga majbur qilish. Bu amaliyotni oddiy tilga tarjima qilsak, Ukraina dunyoda eng ko'p yadro quroli bor va eng kuchli yadro triadasi bor davlatni Rossiyani harbiy kuch orqali, ya'ni savalab tiz cho'ktirmoqchi. Ukraina Amerikani ham qo'lidan kelmaydigan ishni qilmoqchi. NATO davlatlari 7-iyul kuni Ankarada bo'lib o'tadigan sammitda Ukrainaga 2026-yil uchun rekord 70 milliard dollardan oshiq harbiy yordam va 2027-yilda ham takroriy 70 milliard berilishi e'lon qilish rejalashtirilgan. Bu kollektiv G'arbni provokatsion qadamlari nimalarga olib kelishi mumkin? Agar to'p-tor kelib qolsa, Rossiya prezidenti Putin Zelenskiy oldida, to'g'rirog'i kollektiv G'arb oldida tiz cho'kadimi yoki qizil knopkani bosadimi? Siz qanday fikrdasiz?